Hafta boshida O'zbekistonda qanday ob-havo bo'ladi? O'zgidromet haftaning dastlabki kunlari uchun ob-havo prognozi bilan o'rtoqlashadi. 25dan 28 yanvar kunlari respublika hududlarida havo o'zgaruvchan bo'lib, ayrim joylarda yog'ingarchilik, qor, tuman va yo'llarda yaxmalak kuzatilishi mumkin. Qoraqalpog'iston Respublikasida 25 yanvar kuni yog'ingarchilik kutilmaydi. Biroq 26dan 28 yanvar kunlari ayrim hududlarida qor yog'ishi, tuman tushishi mumkin. Yo'llarda yaxmalak paydo bo'lishi ehtimoli bor. Shamol g'arbdan 7-12 metr/sekund tezlikda esadi. Harorati kechasi 6-11 daraja sovuq, kunduzgi paytda esa 3 daraja sovuqroq, 2 daraja iliqroq bo'ladi. Xorazm viloyatida ham 25dan 26 yanvar kunlari yog'ingarchilik kuzatilmaydi. 27dan 28 yanvarda esa ayrim joylarda qor yog'ishi mumkin. Tuman va yaxmalak ehtimoli saqlanadi. Harorat Qoraqalpog'iston bilan deyarli bir xil bo'ladi.